Bugun mana Moskvada qor yog'ib yotibdi. 27-aprel. Ishonasizlarmi? Mana. Полный qor. Bunaqa ob-havoni qayta ko'rgansizlar? Assalomu alaykum. Bugun mana 27-aprel. Qor yog'ish bilan ovora pogodalar mana. Moskvada. Kimda shunaqa? Qorlar yog'di pag'a-pag'a. Degandek shunday bo'lsa kerak. Qorlar yog'di pag'a-pag'a. Qaysidir joylarda yoz, qaysidir joylarda kuz. Beda qor, полный. Полный qor. Sizlarga anchadan beri video qo'yolmayotgandim. Juda uzoqdan afsus bo'lib ketdi. Buni endi ozgina o'ziga yarasha sabablari ham bor. Xo'p, hozir men Moskvadaman. Moskvaga kelganman. Sizlar aytayotgan bozordagi narx-navolar haqidagi videoni chiqara olmay qoldim. Chunki safarga otlanishga to'g'ri kelib qoldi. Endi bundan buyog'iga Moskvadagi yangiliklar, nima gap so'zlar hammasini aytib boraman sizlarga. Imkon boricha, imkon qadar. To'g'ri tushuntirasizlar degan umiddaman. Hozir mana sal panaga chiqib oldim. Nimaga deysizlar? O'ta qattiq shamol. Ham qo'limda paket borligi uchun sal noqulay bo'ldi. Xo'p. Moskvaga kelganman. Moskvada endi ozgina ayrim sabablarga ko'ra keldim. Endi sizlar o'ylagan narx-navolar haqidagi bozordagi mavzu bo'yicha hozircha yorita olmayapman. Lekin buni ham bir nimasi bor. Vaqt soati kelganda albatta nima qilamiz? Kanaldan uzoqlashmanglar. Bu degani kanal umuman yo'q bo'lib ketar ekan degani emas. Kanal har doim ishlaydi. Imkon qadar endi hozir Rossiyadagi, Moskvadagi yoki Piterdagi bo'layotgan yangiliklarni sizlarga chiqarib ko'rsatib turaman. Lekin hammasi yaxshilikka. Bugungi holat bo'yicha Moskvada umuman qattiq seryozni red ketgan. Umuman qattiq ehtiyot bo'lasizlar. Kim Moskva, Podmoskva, Piter, kim Rossiyani qayerda bo'lishidan qat'iy nazar 9-yanvargacha ehtiyot bo'laverasizlar. Chunki 9-yanvar deyman, 9-maygacha ehtiyot bo'laverasizlar. Chunki hozir shu bayram oldi red ketadi, boshqa bo'ladi, tozalash ishlari bo'ladi baribir. Juda ehtiyot bo'linglar. Patentinglar bormi, yo'qmi, umuman qizig'i yo'q. Ularga beradigan pulni uyga jo'natsalaring yaxshi. Men shaxsan o'zimni 3-4 ta sheriklarim ham olib ketib qolgan. Ularda qacha vitna jilsasi ham bor edi. Shuning uchun ehtiyot bo'lasizlar. Doim ehtiyot bo'lasizlar. Bugun Podmoskva rayoni mana.
Havo просто dahshat shamol. Ko'ryapsizlarmi? Yomg'ir, qor aralash 27-aprel bugun mana 2026-yil. Qadrdonlar, bugun 27-aprel 2026-yil Moskvada polni red bo'lgan. Redda endi bu red 9-maygacha davom etishi aytilyapti. Ehtiyot bo'lasizlar, shuning uchun bizni bozorimizda ham juda ko'pchilik yig'ishtirib olib ketib qolgan. Vitnejilsasi bormi, balosi bormi, umuman farqi yo'q. Patentimi, bez dokumentmi, juda ko'pchilik yig'ishtirib olib ketib qolgan. Shuning uchun juda ehtiyot bo'linglar. Sizlarga anchadan beri video qo'ya olmayotgandim, bilsalaring. Kanalga obuna bo'linglar. Подписка tugmasini bosib qo'yinglar, like bosinglar. Lekin kanaldan uzoqlashmanglar. Kimda kim Moskvada, Rossiyada, kim Rossiyaning qayerida bo'lsa, izohlarda yozib qo'yinglar. Birgalashib suhbatlashamiz. Nimaiki yangiliklar bo'lsa, bir-birimizga yetkazib turamiz. Men Rossiya nomerimni ham yozib qo'yaman. Kimda Max yo Telegram, Imo bo'ladigan bo'lsa, shu orqali ham yozib qo'yaverasizlar. Men yozib shu yerga nomerimni yozib maqib qo'yaman. Meni Telegramim O'zbekiston nomerida hamisha ishlaydi. Max ham shu O'zbekiston nomeriga ochilgan, WhatsApp ham hammasi, Imo hammasi shu bitta nomerga ochilgan. Yozaverasizlar. Kimda qanaqa yangiliklar, nimalar bo'lyapti, gaplashib, suhbatlashamiz sizlar bilan. Ishinglarga omad, cho'ntaginglarga daromad, hech qachon zerikmanglar. Vatanga sog'-salomat yetib borishlikni hammaga Xudoyim nasib qilsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zinglarga ehtiyot qilinglar. Joninglar omon bo'lsin.